Agar siz 25 yoshdan oshgan bo'lsangiz, pensiya olayotgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, yaqin qarindoshingiz bo'lsa, bu ma'lumotni o'tkazib yubormang. Sentyabr oyida ko'pchilik pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimi shuki, hamma ham bu pulni avtomatik olmaydi. Kimdir o'z vaqtida murojaat qilsa, qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob, imtiyoz yoki kompensatsiyadan foydalanadi. Kimdir esa bilmagani uchun oylar davomida pulini yo'qotib yuradi. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda tushuntirib beraman. Nima o'zgardi? 25 yoshdan oshganlar nimaga e'tibor berishi kerak? Qaysi holatda pensiyangiz oshishi yoki qo'shimcha pul chiqishi mumkin? Qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak va amalda qayerga borib, qanday hujjat tayyorlash zarur? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nuanslar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday moliyaviy va pensiya masalalarini oddiy odam tushunadigan tilda tushuntirib boraman. Avvalo bitta narsani aniq aytib olay. Pensiya masalasida odamlar ko'pincha ikkita xatoga yo'l qo'yadi. Birinchisi, davlat o'zi bilib hisoblaydi, menga tegishli bo'lsa o'zi beradi deb o'ylaydi. Ikkinchisi, mening yoshim o'tib bo'ldi, endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb qo'l siltaydi. Aslida esa pensiya, nafaqa, kompensatsiya, kommunal imtiyoz, dori-darmon yordami yoki qayta hisob-kitob masalalarida juda ko'p narsa sizning hujjatlaringiz, arizangiz, mehnat stajingiz to'g'ri kiritilgani va vaqtida murojaat qilganingizga bog'liq. Oldin ko'p holatlarda pensioner bir marta pensiyaga chiqardi. Unga ma'lum miqdor belgilanardi. Va keyin faqat umumiy indeksatsiya, ya'ni davlat tomonidan pensiyalar oshirilganda pul miqdori ko'payardi. Odamlar ham shunga ko'nikib qolgan. Pensiya bir marta belgilandi, endi shu degan qarash bor. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Elektron bazalar kengaymoqda, ayrim ish stajlari qayta tekshirilmoqda. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar solishtirilmoqda. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha to'lovlar yoki imtiyozlar bo'yicha murojaat qilish imkoniyati bor. Sentyabr oyida esa odatda odamlar yoziq xarajatlardan keyin moliyaviy jihatdan qiynalib qoladi. Nevaralarning maktabi, dori-darmon, kuzgi tayyorgarlik, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat narxlari, davolanish xarajatlari bir vaqtda keladi. Shuning uchun 25 yoshdan oshganlar uchun har qanday qo'shimcha 100 ming, 300 ming, 500 ming so'm yoki undan ko'proq pul juda muhim. Bu pul kimdir uchun bir oylik dori, kimdir uchun elektr gaz to'lovi, kimdir uchun nabirasiga kiyim, kimdir uchun shifokorga borish imkoniyati degani. Eng muhim o'zgarish shundaki, bugungi kunda faqat pensiya yoshiga yetganlar emas, balki 25 yoshdan oshgan ayollar, 60 yosh atrofidagi erkaklar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, o'quvchisini yo'qotganlar, ishlashda davom etayotgan pensionerlar, uzoq yillik stajga ega bo'lganlar va hujjatlari to'liq kiritilmaganlar ham o'z holatini tekshirtirishi kerak. Chunki moliyaviy sovg'a deganda men faqat hammaga bir xil tarqatiladigan pulni nazarda tutmayapman. Ba'zan eng katta sovg'a bu sizga oldindan noto'g'ri yoki kam hisoblangan pensiyaning qayta hisoblanishi bo'ladi. Masalan, odam 2 yil davomida oyiga 2 ming so'mdan kam olib yurgan bo'lsa, bu 24 oyda 6 million so'm degani. Demak, masala juda jiddiy. Men birinchi navbatda 25 yoshdan oshgan ayollarga murojaat qilaman. O'zbekistonda ko'p ayollar butun umr ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq emas. Ayrim yillarda korxona nomi o'zgargan, ayrim paytda bola parvarish ta'tili bo'lgan, ba'zan esa norasmiy ishlagan. Pensiya hisoblashda esa har bir yil, ba'zi holatda hatto bir necha oy ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar siz 25 yoshdan oshgan bo'lsangiz va hali pensiyaga hujjat topshirmagan bo'lsangiz, hozirdan mehnat daftarchangizni, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalarni, tug'ilganlik guvohnomalari va boshqa hujjatlarni tekshirtiring. Pensiyaga chiqish kuni kelganda shoshilib qolmaysiz. Ikkinchi guruh, allaqachon pensiya olayotganlar. Sizda men pensiya olyapman, demak hammasi joyida degan fikr bo'lmasin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 5 yil pensiya oladi. Keyin tasodifan eski arxivdan ish haqi haqidagi ma'lumotnoma topiladi yoki mehnat stajining bir qismi kiritilmagani ma'lum bo'ladi. Shundan keyin pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Har doim ham juda katta summa chiqavermaydi. Lekin oyiga 1 ming yoki 300 ming so'm qo'shimcha ham
bir yilda 1 million 800 ming yoki 3 million 600 ming so'm degani pensioner uchun bu pul juda sezilarli. Misol keltiraman. Tasavvur qiling. Rahima opa 28 yoshda 3 yildan beri pensiya oladi. U 1977 yildan 1994 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida korxona muhri noaniq bosilgan. Elektron bazaga bu davr to'liq kiritilmagan. Rahima opa buni bilmagan va pensiyasi 1 million 370 ming so'm atrofida belgilangan. Keyin farzandi arxivga so'rov yuboradi. Fabrikada ishlagan yillari tasdiqlanadi. Ish haqi bo'yicha ma'lumot ham topiladi. Natijada pensiya qayta hisoblanib, oyga 1 million 770 ming so'm bo'ladi. Farq 230 ming so'm. Bu bir qarashda kichikdek ko'rinadi, lekin yiliga 2 million 760 ming so'm. Agar o'tgan davr uchun ham qayta hisoblash asos bo'lsa, qo'shimcha to'lov yanada ko'proq bo'lishi mumkin. 3-guruh ishlayotgan pensionerlar, ko'p odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Kimdir qorovul bo'lib ishlaydi, kimdir o'qituvchi, hamshira, buxgalter, sotuvchi, hunarmand, haydovchi bo'lib ishlaydi. Bu yerda asosiy savol, sizning ishlayotgan davringiz pensiya qayta hisobiga ta'sir qiladimi? Ijtimoiy soliq to'lanayaptimi? Ish rasmiylashtirilganmi? Agar siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugun qo'lingizga ozgina ko'proq pul olayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya yoki ijtimoiy kafolatlar masalasida yutqazishingiz ehtimoli bor. Rasmiy ish haqi, to'langan badallar va bazadagi yozuvlar keyinchalik sizning foydangizga ishlaydi. 4-guruh. Nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki sog'lig'i sababli doimiy dori-darmonga muhtoj fuqarolar. Bu toifadagi odamlar faqat pensiya miqdorini emas, balki bepul dori, sanatoriy yo'llanmasi, transport, kommunal yoki parvarish bilan bog'liq imtiyozlarni ham tekshirtirishi kerak. Ba'zan odam menga faqat pensiya beriladi deb o'ylaydi. Aslida esa mahalla tibbiyot muassasasi. Ijtimoiy himoya organlari orqali qo'shimcha yordam olish huquqi bo'lishi mumkin. Bu yordam har oy pul ko'rinishida bo'lmasligi ham mumkin, lekin xarajatni kamaytiradi. Masalan, dori-darmonga oyga 30 ming so'm sarflayotgan odam uchun bepul dori ro'yxatiga kirish real moliyaviy yengillikdir. 5-guruh yolg'iz yashovchi pensionerlar, ayniqsa farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan, o'zi yolg'iz yashaydigan, uy, joy va kommunal to'lovlarni o'zi ko'taradigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Sizning mahallangizda ijtimoiy daftarlar kam ta'minlanganlik mezonlari. Yolg'iz keksalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha dasturlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bunga uyalgani uchun murojaat qilmaydi. Men esa ekspert sifatida aniq aytaman. Qonuniy yordamni so'rash uyat emas. Siz butun umr ishlagansiz, soliq to'lagansiz, farzand tarbiyalagansiz, jamiyatga hissa qo'shgansiz. Davlat tomonidan belgilangan yordamdan foydalanish sizning huquqingiz. Endi kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, mehnat staji to'liq kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari tasdiqlangan bo'lsa va sizga tegishli imtiyozlar bo'yicha allaqachon murojaat qilgan bo'lsangiz, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z pensiya hujjatlaringizni tekshirtirib turish foydadan xoli emas. Chunki qonunchilik, tartiblar, minimal miqdorlar, bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari va ijtimoiy dasturlar o'zgarishi mumkin. Endi eng muhim joyga keldik. Ko'pchilik 55 yoshdan oshganlarga pul berilar ekan degan gapni eshitadi-yu. Darrov hamma uchun bir xil to'lov deb tushunadi. Bu noto'g'ri. Har bir moliyaviy yordamning o'z sharti bor. Kimdir yosh bo'yicha mos keladi, lekin daromad mezoniga tushmaydi. Kimdir pensioner, lekin hujjati to'liq emas. Kimdir imtiyozli toifaga kiradi, lekin ariza bermagani uchun ro'yxatda yo'q. Kimdir esa umuman bunday to'lovga haqli emas, lekin firibgarlar uni aldab, kartangiz raqamini bering, pensiya ustamasini chiqarib beramiz deb pulini olib qo'yishi mumkin. Birinchi xavf firibgarlik. Sentyabr oyida, ayniqsa bayramlar, maktab mavsumi, pensiya oshishi yoki ijtimoiy to'lovlar haqidagi xabarlar paytida firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, mahalla mutaxassisi yoki ijtimoiy yordam bo'limi xodimi sifatida tanishtirishi mumkin. Sizga 800 ming so'm kompensatsiya chiqdi. Kartangizga tushirish uchun SMS kodini ayting, deydi. Yodingizda bo'lsin, hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod, karta PIN kodi, karta orqasidagi maxfiy raqam yoki mobil ilova parolini so'ramaydi.
Agar shunday so'rashsa, bu deyarli aniq firibgarlik. Ikkinchi nuans, qo'shimcha pul har doim ham avtomatik tushmaydi. Masalan, pensiyani qayta hisoblash uchun siz ariza berishingiz, stajni tasdiqlovchi hujjat olib kelishingiz yoki arxiv ma'lumotnomasini taqdim etishingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar ariza bermasangiz, mutasaddi organ sizning eski zavodda 2 yil ishlaganingizni o'zi topib bermasligi mumkin. Ayniqsa, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, tikuv fabrikasi, qurilish tashkiloti, tuman maishiy xizmat kombinatlari, eski kooperativlar bo'yicha ma'lumotlar arxivda yotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi nuans, hujjatdagi ism familiya farqi. Bu juda ko'p uchraydi. Masalan, mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnoza. Yoki turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, lekin eski ish joyidagi hujjatda qizlik familiyasi qolgan. Yoki otasining ismi bir hujjatda qisqartirib yozilgan, boshqasida to'liq yozilgan. Bunday holatlarda pensiya organlari stajni tan olishda qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar muhim bo'ladi. 4-nuans, bola parvarishi davri. Ayollar uchun bu juda muhim. Ayrim davrlar qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buning tartibi va chegarasi bor. Har bir holatda farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari o'sha davrdagi ish holati, mehnat daftarchasi yozuvlari ko'rib chiqiladi. Ba'zi ayollar men uyda bola boqib o'tirganman, bu umuman hisobga kirmaydi deb o'ylaydi. Boshqa birov esa hamma bola parvarishi yillari to'liq qo'shiladi deb noto'g'ri tushunadi. To'g'ri javobni sizning aniq hujjatingizga qarab mutaxassis aytadi. Shuning uchun bu masalada taxmin bilan yurmaslik kerak. 5-nuans, ish haqi ma'lumotnomasi. Pensiya miqdoriga faqat ishlagan yil emas, ayrim holatlarda ish haqi ham ta'sir qiladi. Eski yillarda yuqori maosh olgan, mukofot puli bo'lgan, zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan odamlar hujjatlarini to'g'ri topshirsa, pensiya hisob-kitobi foydaliroq bo'lishi mumkin. Lekin ma'lumotnoma noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, muhr bo'lmasa, rahbar va buxgalter imzosi yetishmasa, arxiv tasdig'i bo'lmasa, uni qabul qilish qiyinlashadi. Shuning uchun hujjat olayotganda shunchaki qog'oz emas, rasmiy talabga mos ma'lumotnoma olish kerak. 6-nuans. Bank kartasi va naqd pul masalasi. Pensiya kartaga tushsa, odam ba'zan tushgan pulni tekshirmaydi. O'g'lim olib beradi, kelinim kartani ishlatadi, men SMS o'qiy olmayman deydi. Men buni juda ehtiyotkorlik bilan aytaman. Har bir pensioner o'z pulining miqdorini bilishi kerak. Farzandlaringizga ishonishingiz mumkin, bu yaxshi, lekin nazorat ham bo'lishi kerak. Har oy qancha pensiya tushdi, qanday yechildi, bank komissiyasi bormi, qo'shimcha to'lov tushdimi, qarzdorlik uchun ushlab qolish bo'ldimi, bularni bilish shart. Agar SMS kelmasa, bankdan ko'chirma oling yoki ishonchli yaqin insoningiz bilan birga tekshiring. 7-nuans. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar pensiyam oshishi kerak edi, lekin kam tushdi deydi. Tekshirilganda aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarzdor yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar sizga qo'shimcha pul chiqsa ham ayrim qarzlar bo'yicha bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Bu holatda bankni yoki pensiya organi ayblashdan oldin ijro hujjati bor yo'qligini tekshirtirish kerak. Endi eng foydali qism. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, mukofotlar yoki imtiyozli stajni tasdiqlovchi qog'ozlar bo'lishi kerak. Agar eski ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchasini ochib, har bir ishga kirgan va chiqqan sanani ko'rib chiqing. Orada bo'sh yillar bormi? Mur tushunarlimi? Korxona nomi to'liq yozilganmi? Sana noto'g'ri yozilmaganmi? Masalan, ishga kirgan sana 1939 yil, chiqqan sana 1918 yil deb xato ketgan bo'lsa, bu katta muammo tug'diradi. Bunday xatolarni tuzatish uchun arxiv, sobiq ish beruvchi yoki sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, My.Gov.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Lekin ko'p pensionerlar uchun eng qulay yo'l
hujjatlarni olib, o'z hududingizdagi mas'ul tashkilotga borish. U yerda men pensiyam qayta hisoblanishi mumkinmi? Stajim to'liq kiritilganmi? Qo'shimcha imtiyozim bormi? Sentyabr oyida menga tegishli to'lov yoki kompensatsiya bormi deb aniq so'rang. 4-qadam. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar siz muhim masala bo'yicha murojaat qilsangiz, yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya hisob kitobimda mehnat stajim, ish haqi ma'lumotlarim va imtiyozli davrlarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizangiz qabul qilinganiga dalil bo'lsin. Kirim raqami, sana yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Chunki keyin men murojaat qilgandim deyish uchun dalil kerak bo'ladi. 5-qadam, mahallaga boring. Mahalla faqat ma'lumotnoma beradigan joy emas. Hozir ijtimoiy himoya ehtiyojmand oilalar, yolg'iz keksalar, nogironligi bor fuqarolar, parvarishga muhtoj shaxslar bo'yicha ko'p masalalar mahalla orqali aniqlanadi. Mahalladagi mas'ul xodimdan mening holatim bo'yicha qanday yordamlar bor? Ro'yxatlarga kirishim mumkinmi? Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal yordam yoki bir martalik moddiy yordam tartibi qanday deb so'rang. Agar siz haqiqatan ham ehtiyojmand bo'lsangiz, uyalmang, ariza yozing. 6-qadam. Tibbiy hujjatlarni tartibga keltiring. Ko'p keksalar surunkali kasallik bilan yuradi, lekin poliklinikada ro'yxatda to'g'ri turmaydi. Agar sizda diabet, yurak-qon tomir kasalligi, onkologiya, og'ir bo'g'im kasalliklari, ko'rish yoki eshitish muammosi bo'lsa, oilaviy shifokorga boring. Sizga qanday bepul dorilar, tekshiruvlar, yo'llanmalar yoki nogironlikni rasmiylashtirish imkoniyatlari borligini so'rang. Ba'zan pensiyaning o'zi oshmaydi, lekin davolanish xarajati kamayadi. Bu ham real moliyaviy yengillik. 7-qadam, bankdagi tushumlarni tekshiring. Sentyabr oyida pensiya yoki qo'shimcha to'lov tushganda kartangizdagi harakatlarni ko'ring. Agar siz ilovadan foydalana olmasangiz, bank filialiga boring yoki bankomatdan balansni tekshiring. Lekin begonadan yordam so'ramang. Ayniqsa karta parolini aytmang. Yaqin qarindoshingiz bilan birga boring. Agar pul kutilgandan kam tushsa, darhol sababini aniqlang. Qayta hisob kitob bo'lmaganmi? Qarz ushlanganmi? Bank kartasida muammo bormi? Hujjat yetishmayaptimi? 8-qadam. Eski hujjatlarni izlang. Uyda sandiqda, papkada, eski sumkada, devor javonda yotgan qog'ozlar orasida juda qimmatli hujjat bo'lishi mumkin. Eski buyruq nusxasi, ish haqi varaqasi, mukofot guvohnomasi, ish joyidan berilgan tavsifnoma, kasaba uyushmasi bileti, xizmat safari qog'ozi, bularning ayrimlari stajni tasdiqlashda yordamchi dalil bo'lishi mumkin. Albatta, har bir qog'oz ham rasmiy asos bo'lavermaydi. Lekin mutaxassisga ko'rsatmasdan tashlab yubormang. 9-qadam. Agar rad javobi olsangiz, sababini yozma so'rang. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Qanday hujjat olib kelsangiz qayta ko'riladi? Bularni bilishingiz kerak. Ba'zan odam birinchi eshikdan qaytib ketadi. Aslida esa bitta arxiv ma'lumotnomasi olib kelsa, masalasi hal bo'lishi mumkin. 10-qadam, oilangiz bilan gaplashing. Farzandlaringiz yoki nabiralaringiz internetdan foydalanishni bilsa, ulardan yordam so'rang. Lekin ularga ham aniq topshiriq bering. Mening stajimni tekshirishga yordam ber. May 9dan ma'lumot ko'raylik. Pensiya bo'limiga birga boraylik. Bank ko'chirmasini chiqaraylik. Ko'p yoshlar ota-onasining pensiya masalasiga aralashmaydi, chunki hammasi joyidadir deb o'ylaydi. Siz esa o'zingiz tashabbus qiling. Bir misol. Anvar aka 63 yoshda pensiyaga chiqqanidan keyin ham qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. U men allaqachon pensiyadaman, keyingi ishlagan yillarimning foydasi yo'q deb o'ylagan. Keyin ma'lum bo'ldiki, uning ayrim davrlari bo'yicha qayta ko'rib chiqish imkoniyati bor. Chunki ish beruvchi to'lovlarni rasmiy qilgan. Natijada katta boylik chiqmagan bo'lsa ham, oyma-oy pensiyasiga qo'shimcha farq paydo bo'lgan. Eng muhimi, u hujjatlarni tekshirtirmaganida bu imkoniyatni bilmas edi. Yana bir misol. Saodat opa 26 yoshda hali pensiyaga chiqmagan, lekin yaqinlashib qolgan. U 3 farzandni katta qilgan, turli yillarda maktabda, bog'chada, keyin xususiy korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasini tekshirganda 2 joyda muhr yo'qligi, bitta joyda sana noto'g'ri yozilgani aniqlandi. Agar u buni pensiyaga chiqish kuni bilganda o'ylab yugurishi mumkin edi. Hozirdan tekshirtirgani uchun arxivga so'rov yuborildi. Xatolar tuzatildi. Pensiya tayinlash jarayoni ancha yengillashdi. 3-misol.
Yolg'iz yashovchi pensioner Zaynab opa uyga katta miqdorda dori sotib olardi. U pensiyasi kamligidan shikoyat qilardi. Lekin poliklinikada doimiy ro'yxatda turmas. Imtiyozli dori haqida bilmas edi. Mahalla va oilaviy shifokor orqali hujjatlari tartibga keltirilgach, ayrim dori-darmon xarajatlari kamaydi. Bu unga qo'shimcha pul berilgandek bo'ldi. Chunki ilgari doriga ketayotgan 300-400 ming so'mning bir qismini endi oziq-ovqat va kommunal to'lovga ishlatish mumkin bo'ldi. Mana shuning uchun men moliyaviy sovg'a deganda faqat kartaga bir martada tushadigan pulni emas, balki pensiya oshishi, qayta hisob-kitob, imtiyoz, kompensatsiya, xarajatning kamayishi va ilgari olinmay kelgan huquqning tiklanishini nazarda tutyapman. Pensioner uchun bularning har biri juda muhim. Bunga asosiy fikr shuki, sentyabr oyida 55 yoshdan oshganlar, pensionerlar va pensiyaga yaqinlashgan fuqarolar o'z moliyaviy huquqlarini albatta tekshirtirishi kerak. Hamma uchun bir xil pul bor deb ishonib qolmang. Lekin menga hech narsa tegmaydi deb ham o'ylamang. Sizning stajingiz, hujjatingiz, sog'lig'ingiz, oilaviy holatingiz, yolg'iz yashashingiz, ishlashda davom etayotganingiz yoki eski ish joylaringiz bo'yicha qo'shimcha imkoniyat bo'lishi mumkin. Mening tavsiyam: pasport, mehnat daftarchasi, pensiya hujjatlari, nikoh va tug'ilganlik guvohnomalari, tibbiy hujjatlar, arxiv ma'lumotlari bo'lsa hammasini bir papkaga soling. Pensiya jamg'armasi bo'limiga, mahallaga, poliklinikaga va zarur bo'lsa bankka murojaat qiling. Arizani yozma qoldiring. Javobni saqlang. Firibgarlarga ishonmang. SMS kod va karta parolini hech kimga aytmang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, ya'ni pensiyangiz qayta hisoblangan, qo'shimcha to'lov olgan, hujjat sababli muammo bo'lgan yoki mahalla orqali yordam olgan bo'lsangiz, albatta izohlarda yozing. Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga pensiya, nafaqa, imtiyoz va moliyaviy huquqlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni oddiy va aniq tilda tushuntirib boraman.